Assalomu alaykum qadrdonlarim. Biz sizlarga Andijondan gapiramiz. Andijonda eng samimiy pechkalari mana biz o'zimizda. Eldorbe pechkalari. Pechkalarimiz asosiysi o'choqli pechkalar. Kameramiz yaqinroqdan bering. O'choqli pechkalarimizdan. Buni upakovka holatda shunday bo'ladi. Ichlarida buni eshiklari ochilishlari o'ta qo'li gul ustalardan qilingan pechkalarimizdan. Xudo xolasa uyingizga olib borib o'rnatsangiz, yozda ham iste'molsiz bo'laveradigan pechkalar shu pechkalarimiz bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, 1.300.000 so'mdan boshlanadi kichkinalarimizdan va unga qarab ketaveradi. Xudo xolasa aloqaga raqam qo'yamiz. Shu raqamga aloqaga chiqsanglar hammasini aytib beraveradi. Xo'p, stenarga keladigan bo'lsak, 5lilarimizda, 4lilarimizda bor. Xudo xolasa 5lilarimizni hozir aslamdan o'tdik, 4li narxlarda. Hozirgi paytda skidkalar. Xo'p, bu pechkalarimiz yangilik. Oldi o'sgan pechkalarimizdan buni 8ga qaraganda yana ham chiroyli qilib yaratilgan. Bu pechkamiz ixchamgina, kichkinaroq qilib holatda berilgan. Pechkalarimiz xudo xolasa zakazga ham olamiz. Pechkalarimiz 4+lar, serop. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar, biz sizlarga chiroyli qilib raqamlarda boshqalarga aytib beramiz. Mana shu yerda pechkalarimiz bosilib yotibdi. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Endi o'zimni uyim hech vaqt sauna qila olmadim degan odamlar bo'ladi. Sauna qila olmadim degan odamlarga mana chotga qilib qo'yasiz bo'ladi. Ozginagina supa qilib, chiroyli qilib, o'ta ideal yaratilgan, turli stenaga qilingan, mahorat bilan yaratilgan ekan bu pechka ham. Kim qilgan bo'lsa ham qo'li dard bermasin, yaxshi qilgan ekan. Xo'p, sizlarga yana keladigan bo'lsak, bu tarafga ham pechkalarimiz bor. Ko'ryapsizlarmi? Hatto qo'ylarimiz isingan ekan bu yerga. O'zi issiq bo'ladi juni bilan, lekin isingani pechka bashetta bor ekan deb. Hali yoqqanimizcha yurib turasizlar. Pechkalarimiz xudo xolasa ko'p. O'ta mahoratli ustalar bizni o'zimiz Andijon ustalari. Mahalliy aholidan kelingan. Keyin yana bir sifatini aytib o'taman. Bizda berilayotgan narsalar aksessuarlari. Mana bu pechkamizni aksessuar beriladiganlari. Ustiga turbasi bor, ichiga xo'p, rishotkalardan qo'shimcha narx qo'ymasdan beramiz buni. Qayerda topasizlar bunaqangi mehribon ustalarda, mehribon beradigan, sotadigan odamlarni. Upakovka qilingan holatlarimiz shu holatda beramiz. Salafanlarimizni chiroyli qilib boriladi mana. Ichlari turishli kraskali holatda, kraskasiz holatda beramiz. Kraskalar narxlariga aytilayotgan narxlardan 200.000 so'm qo'shib qo'yasizlar. Chunki Rossiyadan keltirilgan sifatli kraska 1000 gradus ko'taradi deb kafolat bilan berilgan.